gulam va siz ham Ozempic va Mounjaro reklama qilyapsiz, lekin dugonam qon qusdi, shu dorini qilgandan keyin deb yozishibdi. Albatta, qon qusishdan tashqari hushdan ketish, hatto o'lim holatiga ham olib kelishi mumkin. Lekin to'g'ri qilinsa, bu doridan zo'r narsa yo'q. O'zim ham shu dorilarni qilib, qaddi-qomatim ushlab turaman. Mounjaro va Ozempic bularni xili ko'p deb aytdim bundan oldingi videoda. Demak, qaysi analizlarni topshirish kerak? Birinchi navbatda qondagi insulin miqdori hamda qondagi qand miqdorini topshirish kerak bo'ladi va bu dorini strogo endokrinolog назначениyadan keyin qilish kerak. Internetda reklama qilayotgan hamma kosmetologlar meni kuzatishadi. Nima deb aytmoqchiman? Bu dorini qilishga sizlarning haqqinglar yo'q. Sababi bu dori vositasi. Bu bat emas, bu vitaminchiklar emas, bu qandli diabet uchun qilinadigan kuchli dori vositasi va uni strogo doktor назначенияsi bilan analizlarni javobiga qarab dozasini sanagan holda qilishingiz kerak bo'ladi. Doza sizga to'g'ri tushsa, sizlar o'zingizlarni yaxshi his qilasizlar, настроениyangiz zo'r bo'ladi, yengil his qilasizlar. Oldin bir kosa ovqat yegan bo'lsangiz, hozir yarim kosa ovqat yeb ozishni boshlaysiz. Agarda sizlar ko'ngil aynash, holsizlik yoki ovqatga qaraganda ishtaha bo'g'ilishi, ishtaha bo'lmasligi holatlari kuzatilsa, demak sizlar dorini noto'g'ri dozirovkada olayotgan bo'lasizlar. To'g'ri qilingan dori hech qanaqa осложненияsiz idealniy tez vес tashlashga yordam beradi. Doktor sifatida meni toifam hamda diplomlarim menga позволяет bu dori vositasini patsientlarga qilishga, shuning uchun qo'rqmasdan murojaat qilsanglar bo'ladi va bizning klinikada hamma analizlarni topshirsanglar bo'ladi.